Assalomu alaykum. Corona Medline'da sizga yoqqan taraflarini aytib bering. Yoqqan taraflari, nimalari, medsestralari, muomalalari chiroyli, specialist doktorlar ishlagan. Men ham 3 yil oldin ham shu yerda o'tim oldirib ketganman. Qizimni ham shu yerga olib keldim. Hozir yaxshi bo'lib qoldi. Mana 3 kun bo'ldi bugun. Sharoitlar yaxshi o'g'lim. Mana oziq-ovqatlari ham yetarli ekan, bir narsa olib kelmasangiz ham yotarsiz ekan. Doktorlari ham yaxshi ekan, qizlar ham yaxshi hammasi. Yosh Paxtaboddan mashal kelyapman, dedi sharoitlari yaxshi uchun. Doktorlarimizga rahmat. Tanjani sog' bo'lsin, Alloh rozi bo'lsin. Yaxshi qarayapti bizga. Yaxshi qarab, yaxshi e'tibor bilan qarashib, nima qilyapti. Tanjani sog' bo'lsin, bularga doktorlarimizga Alloh rozi bo'lsin. Kelini bu juda yaxshi, doktorlari ham yaxshi. Mana liftlarda bemorlar qiynalmasin, liftlarda o'rnatib qo'ygan. Doktorlar juda yaxshi. Xonalarda hamma yoqda tayyor, oziq-ovqatlarda, choylarda hammalarni olib kelib beradi. Hamma yo'g'i yaxshi. Corona Medline'da sharoitlari zo'r, hamshiralari ham zo'r qaraydi, hamma yo'g'i yaxshi. Shikoyatlarimiz yo'q bu больницаdan. Hamma yo'g'i yaxshi. Doim больницаga kelib davolanib ketaman. Corona Medline klinikasini yana qanday yaxshi taraflarini bilasiz? Javoblaringizni izohlarda yozib qoldiring.